Assalomu alaykum hurmatli Sarhad.uz Telegram kanali obunachilari. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda harbiy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanmoqda. Bu esa zamonaviy qurollarning turlari hamda imkoniyatlarining ortishiga olib kelmoqda. Shularni inobatga olgan holda biz sizning e'tiboringizga zamonaviy qurollar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni havola etib boramiz. Ommaviy qirg'in qurollari. Ommaviy qirg'in qurollari juda katta miqyosdagi vayrongarchilikka olib kelishga mo'ljallangan bo'lib, ular butun shahar, mintaqa, hatto davlat miqyosida jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ular quyidagi 3 turga bo'linadi. Birinchi, yadro qurollari. Eng halokatli qurol turi bo'lib, yadroviy reaksiya natijasida ulkan portlash kuchi, issiqlik va radioaktiv chiqish hosil qiladi. Ular tirik mavjudotlarni ham, inshootlarni ham qattiq shikastlaydi. Ikkinchi, kimyoviy qurollar. Zaharli kimyoviy moddalar asosida yaratilgan bo'lib, nafas olish, teri orqali ta'sir qilish yoki oziq-ovqat va suvni zaharlash orqali odamlar va atrof muhitga zarar yetkazadi. Uchinchi, biologik qurollar. Ushbu ommaviy qirg'in quroli bakteriyalar, viruslar yoki boshqa mikroorganizmlar kabi biologik agentlardan foydalanib yaratiladi. Bu qurollarning asosiy maqsadi kasallik tarqatish va keng ko'lamli epidemiya keltirib chiqarishdan iborat. An'anaviy qurollar. So'nggi yillarda an'anaviy qurollar ham texnologik jihatdan sezilarli darajada rivojlangan va ularning aniqligi, harakatchanligi hamda samaradorligi ancha ortgan. Xususan, zirhli transport vositalari shular jumlasidandir. Piyoda jangovar mashinalari va zirhli transportyorlar. Asosiy vazifasi piyoda qo'shinlarni tashish va ularga jang maydonida o't ochishda yordam berishdir. Ular ko'pincha 30 mm kalibrli avtomatik to'plar va tankga qarshi raketalar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zbekistonlik muhandislar tomonidan amaliyotga tatbiq etilgan Arslon zirhli transport vositasi bunga misol bo'la oladi. Raketa va artilleriya tizimlari. Yuqori aniqlikdagi raketalar, GPS yoki boshqa boshqaruv tizimlari orqali nishonni aniq topib yo'q qilishga qodir. Bu turdagi qurollar lokal urushlarda keng qo'llanilmoqda. O'zyurar gaubitsalar. Mudofaa sanoati tomonidan ishlab chiqilgan To'fon kabi zamonaviy gaubitsalar ana shunday qurollardan biri bo'lib, ular 50 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni zararsizlantirishga qodir va snaryadlarni o'zi bilan olib yurishi tufayli qo'shinlarning tezkor jangovar shay holatga kelishlarida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Yangi texnologiyalar va kelajakdagi qurollar. Guvohi bo'layotganingizdek, harbiy texnologiyalar juda tez sur'atlar bilan rivojlanib, kelajakda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. Uchuvchisiz uchish apparatlari, dronlar. Ushbu texnikalar razvedka, nishonni aniqlash va zarba berish uchun keng qo'llanilmoqda. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, kelajakda avtonom dronlarning roli yanada ortib boradi. Sun'iy intellekt va avtonom tizimlar. Ushbu zamonaviy texnikalar mustaqil ravishda qaror qabul qilish, nishonlarni zararsizlantirish hamda jangovar harakatlarni olib borish imkoniyatini beradi. Gipertovushli qurollar. Tovush tezligidan bir necha barobar tez uchadigan qurollar bo'lib, ularni ushlash yoki to'xtatish juda qiyin. Lazerli qurollar. Energiyaga asoslangan qurollar bo'lib, nishonlarni yorug'lik tezligida yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Yangi materiallar. Zirhlarning yengilligi va mustahkamligini oshirish, shuningdek, qurol-yarog'larning umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun titanium qotishmalari va boshqa kompozit materiallardan foydalanilmoqda. Hurmatli Sarhad.uz Telegram kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun zamonaviy qurollar haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Zamonaviy qurol aslahalar haqida qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda.